metroni oldidan qidirayotganlar uchun 3 xona yangi remont. Bitta xonadan boshlaymiz. Qaysidan boshlaymiz? Bu yoqdan boshlaylik. Yo'lga qaralgan. Kichkina o'zini detskiy xona qilsanglar ham bo'ladi. Gilamlari hammasi, jalyuzlar yangi, svejiy remontdan chiqqan. Bu ikkinchi xonamiz. Bu yoqni zal qilsanglar bo'ladi. Bu kengroq. Naryoqqa qaragan oynasi ham bor. Endi bu xonadan chiqishinglar bilan родительский spalnisi bor. Katta yo'lga qarab turgan. Shundoq bu yoqdan ipodrom, Abu Zaxiraga chiqib ketish yaxshiroq. Vohadagilar akalarga sizlarga zo'r lokatsiya. Xo'p, undan tashqari o'zini отдельный vannasi, отдельный o'zini hojatxonasi. Oshxonasi ham prostorniy, stol, stul qo'yib bemalol o'tirsanglar bo'ladi. Bu yerdachi mana bog'cha ham bor, maktab ham bor, hamma narsa bor. Korzinka ham yaqinda. Metroga shunday peshkom chiqsanglar bo'ladi. Bu yerda rekonstruksiya bo'lyapti, polniy, sharoitlar zo'r qilib, takoy fontanli zonalar qilib, endi hozir bu yerda o'zgarishlar kattasi bo'ladi. Uyimizdan narxi keladigan bo'lsak, 71 ming deyaptilar. O'tadigan joyi bor. 7 qavatli uyni 4-qavatidamiz. 3 xonali uy 56 kvadrat. Qani